Assalomu alaykum. Hozir eng populyar bo'lgan sтрижкani olishga harakat qilamiz. Mijoz boshini yuvib olamiz. Hozir top zonaga, ya'ni boshning tepasiga kontrolni liniya qilib olamiz o'zimizga. Ya'ni o'sha liniya bilan keyin biz sochni ustini olib boshlaymiz. Xuddi o'sha liniyaga orientir olib turib, ustini qirqib boshlaymiz. Bunga yaxshi ko'rinadi. Eng kalta joyi bor o'rtasiga. O'sha yerdan qirqib boshlanadi soch. Sochni orqa tomonni ham makoshka deydi, shu sochni o'sadigan joyi bor, bunday aylanib o'sadigan joyi. O'sha tamday aylantirib olamiz formasi bilan. Cholkasini tekislab olamiz. O'ng tomon cholkasini tekislagan tomonda o'zingiz o'ng tomonga torasiz, chap tomonni tekislagan tomonda o'zingiz chap tomonga torasiz. Shunda cholkasi tekis bo'ladi. Tepasini xuddi mana shunday qilib fiyorovish nojinsa bilan o'tib chiqamiz. Shunda qaychida hech qanday izlar ham bo'lmaydi. Plavniy bo'ladi. Klient boshini yaxshilab quritib olamiz. Ya'ni qaysi tomon ukladka qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha tomonni yaxshilab quritib olamiz. Birinchi guideline liniya olamiz, ya'ni boshning eng baland joyidan bir barmoq pastda bo'lishi kerak. Xuddi shu holatda ikkinchi tomonni ham guideline qilib pastini primer bilan toza qilib chiqamiz. Mashinkani ichini ochgan holatda bir barmoq razmerda shunday qilib sochni olib chiqamiz. Ikkinchi tomonni ham xuddi shunday bir barmoq, ya'ni ko'rsatkich barmog'ingiz bilan bir barmoq razmer olib olasiz, o'sha orientir bilan tozalab chiqasiz. Masalan 3 mm olib turib, mashinkani ichini ochgan holatda endi 2 barmoq rastanida olib chiqamiz. Va xuddi shunday ikkinchi tomonni ham qaytarib olamiz. O'ng tomonni qanday qilganimizni chap tomonni ham xuddi shunday bo'ladi. Yoki nabarat. 2 barmoq razmerida shunday qilib sochni olib chiqamiz. Bir yarim nasatgan olib turib, o'sha o'rtadagi liniyani qo'shib yuboramiz. Endi nasotkasiz holda, umuman nasotka taqmasdan mashinkani tishini ochib yopib, mana shu hamma liniyalarni qo'shib chiqamiz. Ikkinchi tomonni ham xuddi shunday bir yarim nasotka bilan qo'shib chiqamiz. Va bu yerda ham xuddi shunday nasatkalarni hammasini olib tashlab, mashinkani o'zi bilan ishlaymiz. Mashinkani ichini ochib yopib, qolgan liniyalarni qo'shib chiqamiz. Keyin shaver bilan yaxshilab qo'shib chiqamiz. Shaverni ko'p qattiq bosib yubormaymiz, chunki ko'p qattiq bosib yuborsak, yana bitta liniya bo'lib qolishi mumkin. Yana bitta liniya bo'lsa, keyin yana qo'shishga qiynalishimiz mumkin. Termer bilan okantofka qilib olamiz.
Lent peshanasi hamda soch bo'lsa, javob tozalab qo'yamiz. Shunda chiroyli chiqadi. Tekis liniya bor. Filировочный va tekis qaychilar bilan darabotka qilib chiqamiz. Mana shu oshiqcha bo'lgan sochlar bor, o'zi ko'rinadi. Nuqtacha bo'lib qolgan. Shularni hammasini yaxshilab yedirib chiqamiz. Faqat filировочный nojinsa bilan. Filировочный nojinsa olmagan joylarga прямой nojinsa ishlatamiz. Lent boshini yaxshilab yuvgandan keyin ukladka qilib olamiz. Sochni quritib turgan paytimiz qaysi tomon ukladka qilsak, xuddi o'sha tomonga quritib olamiz. Lak yoki bo'lmasam ukladishni pastalardan, vositalardan foydalansangiz bo'ladi. Endi kimga qaysi qulay bo'lsa. Mana bu natijamiz. 8 minut, 10 minutga qisqartirib videoni tayyorlashga harakat qildik. Agar sizlarga natija yoqqan bo'lsa, bundan keyin yana ko'proq videolar olishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Rahmat.